Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbolsevar do'stlar. Sizlarga eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. Demak, kecha o'tkazilgan Afrika Kubogi finalida Senegal Marokashni mag'lubiyatga uchratdi. Bundan hammani ko'pchilikning xabari bor. Va bu o'yindan so'ng Senegal prezidenti nima dedi? Senegal prezidenti 19-yanvarni haq to'lanmaydigan dam olish kuni deb e'lon qildi. Bu mamlakat terma jamoasining Afrika Kubogi finalidagi g'alabasi munosabati bilan amalga oshirildi. Marokash bilan o'tgan dramatik o'yindan so'ng davlat rahbari Senegal xalqiga murojaat etib, 19-yanvar ish haqqi saqlangan holda davlat bayrami va dam olish kuni deb e'lon qildi. Shu tariqa bu Senegalning millionlab aholi ishga chiqmay va butun mamlakat bo'ylab terma jamoaning Afrika Kubogidagi ikkinchi g'alabasini nishonlash imkonini bergan edi. Ha do'stlar, bu ajoyib voqea, bu kutilmagan voqea. FIFAning rejalari o'zgardi. Aslida Marokash chempion bo'lish kerak edi FIFAning rejasida, ammo biroq Senegal mag'lubiyatga uchratdi Marokashni va tarix yozdi do'stlar. Ajoyib o'yin bo'ldi kecha. Hammani bunday dramatik o'yinni ko'rganlarda tabriklab qolaman, ko'rmaganlarga esa armon bo'lib qoldi. Lekin qayta ko'rish mumkin, lekin o'sha jozibani, o'sha muhitni, o'sha holatni baribir bera olmaydi. Do'stlar, bizning kontentlarimiz yoqayotgan bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, bizni qo'llab-quvvatlang. Bizdan uzoqlashmang. Omad hammaga.